Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikrom aka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Rahmat. Xo'p, biz Shuhrat Kurkat korxonasidan keldik. Aka, g'ishtlarimiz haqida, Shuhrat Kurkat korxonasi haqida bitta qisqacha o'zib bering. G'isht sifati, obyektlaringiz mamnunmi hozirgi kunda? Mana shu haqida bir qisqacha mijozlarimizga o'zingizga tavsiyangizni bildirsangiz xursand bo'lardi. 5 yildan beri hamkorlikda ish bajaramiz. Mana ko'rib turibsizlar, uyni sifati ham, g'isht ham zo'r, bloklari ham zo'r. Hammasidan maslahat beraman, olib ishlatishlaringga. Xo'p aka, buni sifatiga keladigan bo'lsa, mana hozir mashinada polniy toksida hozir. Bittasi ham singanini ko'rmadim. Qarang. Mana tashlashda bittasi. G'isht haqqoni zo'r. Sifati zo'r, a? Sifati zo'r, devor zo'r chiqadi. Zakaz beringlar, olinglar. Xo'p, mana ko'rdinglar mijozimizning o'ziflarini. Mana Shuhrat Kurkat korxonasining hozir g'ishtlarini obyektimizga olib kelib, mana to'kdik. Endi mana mijozimizga hammanglarga tavsiya qilasizmi? Ha, albatta shu g'ishtlarni olib yuringlar. 5 yildan beri olyapsiz. 5 yildan beri mana shu Jamshid akaga telefon qilaman, shu korxonaning raisiga. Sirazi vaqtida jo'nataman. Xo'p, Ikrom aka, sizga Shuhrat Kurkat korxonamizdan mana shunaqa sovg'a olib keldik. Rahmat. Lichniy Jamshid akaning o'zlari. Mana korxonamizda logotiplari tushirilgan. Mana shu formani sizga sovg'a sifatida rahmat Jamshid akaga ham.